Assalomu alaykum muhtaram hamyurtlar. Mana Andijonning Jalaquduq tumanining Qo'shtepa qishlog'idamiz. 15 metr linatsiyasi suv zakaz qilishgan edi. Xudo xolasa bitdi. Inshaalloh topshiramiz hozir. 2 tashkali qilib zakaz qilishgan edi. Bir tomon laminatini qo'yib bo'ldi yana. Ikkinchi tomon laminat qo'ygan. Xudo xolasa laminat qo'yamiz tayyor holatda. Mana jizakka apparatga qilib kabellarimizni ham tortib qo'yganmiz. Xudo xolasa ish holatda tayyor.